Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlarga yana yangi ma'lumot bermoqchiman. Bizada mana andoza bilan ishlaganda ko'krak vitichka va kurak vitichka. Kurak vitichkamiz bizada orqa tomonda bo'ladi. Ko'krak vitichkamiz oldi andozamizda bo'ladi. Oldi andozamizni emas, bugun men orqa andozadagi kurak vitichka haqida ma'lumot, informatsiya bermoqchiman. Endi buni yo'qotishni, qanaqa foydalanishi ko'rsatib, bir nechta turini, eng ko'p qo'llaniladigan turlardan birini modellashtirib, ishlatishlarini ko'rsataman. Hozir men ikkita chizib oldim mana. Hozir men birinchi eng ko'p foydalaniladigan turini ko'rsatib bermoqchiman. Bizada eng ko'p qo'llaniladigani vitichkadan umuman foydalanmaslik yoki foydalanish. Foydalanish, hop, foydalanadigan bo'lsak, biza mana shu vitichkani o'rnini saqlaymizda, o'sha mel yoki o'sha so'g'in mel yoki bo'lmasam ruchkalarda andozani qo'yganingizdan keyin kurak vitichkasini chizib olamizda, 9-10 santimetr atrofida vitichka sifatida shu joyini o'zini tikib qo'yamiz. Va bizada kiyimda, libosda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Mana yelka tomonda mana tushib turibdi, 9-10 santimetrgina qoldiramiz o'sha joyini. Mana bu vitichkani mana belgilaymiz. Masalan, men 10 santimetr oldim va 10 santimetr mana shu joyda to'xtadi. Men bu tekis tushgan tarafiga, men bu qiya tushgan joyini mana bunaqa qilib olib kelib qo'yaman. Mana. Mana shu holatida biz vitichkani tikib olamiz. Xo'p, bu bizda foydalanilganda shunaqa holat yuzaga keladi. Ko'rinishi mana bu tarzda ko'rinadi. Endi bu vitichkadan umuman foydalanmayman deydiganlar uchun mana shu vitichkani oralig'ini o'lchaymiz va 1,5-2 santimetr atrofida chiqadi. Ana shu masofani yelkani tugagan joydan olib tashlaymiz va kontrol nuqtamiz HAYO nuqtasigacha belgilab olib tashlaymiz. Mana. Sayqalimiz o'sha sayqalanib ketishi kerak bo'ladi. To'g'ri kelib qolishi ham kerak emas, mana sayqalanib tushishi kerak bo'ladi va bizada mana bu qismi kerak emas hisoblanadi va kesib tashaladi. Endi esa yelka tarafda mana bu bo'yin o'yinda nima qilingan, tugagan joydan yelkamizni olib tashalgan qismigacha tekis qilib olamiz. Mana korrektirovka qilinadi. Mana shunaqa tarzda foydalanamiz. O'shanda biz bu vitichkadan foydalanmaymiz va mana bu yelka tomon kesilib ketadi. Bu foydalanmaymiz o'shanda vitichkadan. Endi bunaqa holatda esa bizada orqa tomonda vitichka hosil bo'lmaydi, tekis yotadi. Kurak vitichka nimaga kerak? Kurak vitichkamizni orqa tomonni bilsanglar agar hammada kurak bo'ladi, o'shani hisobi berilgan. Bizada oldida ko'krak vitichka bor-ku, ko'krakni hisobi berilgan bo'ladi o'shanda. Orqada kurakka hisobi berilgan. O'shaning uchun vitichkalar hosil bo'ladi. Endi ikkinchi nimaga variantga keladigan bo'lsak, ikkinchi emas, uchinchi, bu yerda ikkita ko'rsatdim. Foydalansa qanaqa foydalanadi, foydalanilmasa qanaqa foydalanilmaydi. O'shani ko'rsatdim. Endi uchinchi variantga keladigan bo'lsak, uchinchi variantda reliefga kirgizib olish. Bizga masshtabli linkamiz kerak bo'ladi va bizni sayqal berib, chizib olib, mana shunaqa qilib chizib olib qo'shib olishimiz kerak bo'ladi vitichkani uchiga. Ana o'shanda bu alohida detal bo'ladi. Mana bundan kesib olinadi. Mana shu joydan bundoq kesib olinadi. Mana bu yo'q bo'lib ketadigan joy. Endi kesib olinadi-yu bo'tlari. Alohida detal bo'ladi. Bu bitta detal, mana bu bitta detal bo'ladi. O'shanda bu vitichkadan foydalansangiz ham bo'ladi yoki foydalanmasangiz fasoningizga qarab ishlataverasiz ikkinchi vitichkani. Xo'p. O'shanda bu reliefli nima bo'ladi? O'shanda mana bu yerdagi kurak vitichkasi o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoladi. Buni foydalanmaysiz, o'shanda relief ichiga kirib ketgan bo'ladi. Bu asosan o'sha oldi mana bu joydan nima qilib hisobini olib qo'yiladi. Mana bu joy 1 santimetrga yoki 1,5 santimetrga surilib, bu yoq tomondan surilsa, qo'shilsa, bu tomondan minus bo'lib nima qilinadi yoki shu holatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu albatta o'sha oldi asos andozadan kelib chiqib foydalanasizlar-da. Endi men shu holatida qolingan holatini tushuntirdim. Endi yana bitta foydalanadigan variantlarini ko'rsataman. Bu bizning kitobimizda 49-betda ushbu holatlar ko'rsatilgan. Ikkita variant bu yerda ham orqa bo'yin o'yindagi ko'chirib yuborilgan. Bu qanaqa? Birinchisida kurak vitichkani o'zidan, bu holatida esa mana bo'yin o'yindidan shu 2-3 santimetr surib turib, vitichka tugagan joyiga olib kelib olinadi va shu joy kesiladi-da, vitichkamiz yopiladi. Yopilgandan keyin bo'yin o'yindi tarafdan ochilganda 9-10 santimetr qilib tikib olinadi. Keyin ikkinchi variantda esa o'sha 9-10 santimetrda mana bu joydan, ya'ni oldingi joydan tushganda 9-10 santimetrlik joyini belgilab, 2 santimetr bu tarafga surib, ana shu joydan bo'yin o'yindi tarafidan esa 2-3 santimetrga tushirgan holatiga olib kelib ochilinadi mana shu joyimiz. Mana bu matoda qo'llanilishi. Bunda ham 9-10 santimetr atrofida hosil bo'ladi. Ya'ni bu yoqda 9-10 santimetrlik joydan hosil bo'lgan joyidan 2 santimetr surilib, yana mana bu joyga surilyapti. Taxminan shunaqa atrofida bo'ladi. 8-9 atrofida vitichka hosil bo'ladi. Shu ochilgan joyi tikiladi. Mana bu ko'rinishda. Matoda bunaqa ko'rsatilgan. Ikkinchi variantida bunaqa. Bu sal mana bu tomonga nima qilingan? Nima deydi? Bu tomonga qaratib yo'nalgan. Bu esa 2 santimetr surilgan holatida bu tomonga mana bo'yin o'yindi deb oladigan bo'lsak, mana bu yelka, masalan, bittasi bu tarafroqga ketgan, bittasi esa bu tarafroqga ketgan. Ya'ni bu yoqda salgina ozgina raznitsasi bor. Bu tarafga, bittasi esa bu yoqroq, chuqurroq demoqchiman. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi.
mana bunisi sal buyoqroqga, mana bunisi esa sal o'rtaroqga qarab yo'nalgan bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi vitichkalar.